Qanday ayoldan erkak voz kecha olmaydi? Bilasizmi? Ko'pchilik o'ylaydiki, erkakni ushlab qoladigan narsa go'zallik. Go'zal ayollardan erkaklar voz kechmaydi deb o'ylashadi. Unaqa emas. Aslida vaqt o'tgan sari go'zallikka ham ko'z o'rganib qoladi. Lekin kuchli shaxsiyatga ega bo'lgan, ichki xotirjamligi bo'lgan, o'zini qadrini biladigan ayolga bo'lgan hurmat yillar o'tsa ham saqlanib qoladi. Energiyaga boy ayol hech kimni ortidan yugurmaydi, chunki u o'z qadrini boshqalarning e'tibori bilan o'lchamaydi. Uning baxti bitta insonning qo'lida emas. Uni o'zini maqsadi bo'ladi, o'zini dunyosi bo'ladi, o'z qadriyatidan va o'z qadriyatlarini bilib va o'z chegaralarini qo'yishi biladi. Unaqa ayol o'zini rivojlantirgan va rivojlantirishdan to'xtamaydigan ayol. Ilm oladi, fikrlaydi, o'sadi. U faqat tashqi ko'rinishga e'tibor qilmaydi. Uni qalbida, tafakkurida, ruhiyatida ham o'zgarish bo'ladi. Chunki u e'tibor qiladi. U mehr bera oladi, lekin o'zini qurbon qilmaydi. U seva oladi, lekin o'zini yo'qotmaydi. U kechira oladi, lekin o'zini chegaralarini buzishga ruxsat bermaydi. Shajara nuqtai nazaridan qaraganda, energiyaga boy ayol avval ichidagi avlodiy qo'rquvlarni anglagan. Chidash kerak, o'zingni unut, hamma uchun yasha degan oilaviy dasturlarini tushunib, tanib, ulardan chiqa olgan va asta-sekin o'zini haqiqiy shaxsiyatini rivojlantirib namoyon qila olgan. Chunki insonning energiyasi faqat ovqat yoki dam olish emas, uni ichki erkinligida paydo bo'ladi. Ajdodlar ssenariylarida shakllanadi. Muhim haqiqat shuki, ayol kishidan voz kechib bo'lmaydigan, uning go'zalligi emas, uni boshqalardan ajratib turadigan narsa shuki, u o'zini qadrini bilishi, ichki xotirjamligi, o'zini yo'qotmasdan seva olishidir. Ajdodlarining hayotiy ssenariylarini anglab, ularni ichidan eng yaxshi dasturlarni o'zida faol qila olgan va salbiy dasturlaridan voz kecha olgan ilmli ayoldir. Agar siz ham ayollik tabiatini avloddan kelayotgan oilaviy dasturlarini, hayotingizdagi takrorlanayotgan ssenariylarni, ildizini chuqur anglashni istasangiz, shajarashunoslik prof kursida bularni hammasini bosqichma-bosqich o'rgataman.